Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Bugun vagonning tuzilishi 5 qismga bo'linishi haqida oddiy rasadora mavzu. Nima uchun 5 qismga bo'linishi haqida gaplashib o'tamiz. Nima uchun 5 qismga vagon katta, uning detallari ko'p. Nima uchun 6 qism emas, nima uchun 10 qismga emas? Buning sababi oddiy, uni har bir qismi vazifasi bor. Vazifasiga ko'ra 5 qismga bo'lingan. Birinchi qism kuzov. Kreti vagon kuzovi bu. Hamma vagonda har xil bo'ladi kuzovlar. Sisternada boshqa, pol vagonda boshqa, zernovozda boshqa. Kuzovi vazifasi demak yukni butun saqlash, yomg'irdan, qordan, tashqi havo ta'siridan asrash. Uni sochilib ketmasligi. Ikkinchi qism rama. Ramani vazifasi kuzovni ko'tarib turish. Keyingi qism urilib tortish uskunasi. Bu uchinchi qism vazifasi. Uni ham o'zining vazifasi bor. Vagonni bir-biriga ulash yoki lokomotivga ulash va uni tortish. Ulanganda hosil bo'ladigan zarba, hosil bo'ladigan kuchlanishni yoki zarba yutish. Keyingi qism teleshka. Teleshkaning vazifasi rels bo'ylab harakatlanishni ta'minlash. Demak, 5-qism, oxirgi qism. Demak, tormoz qismlari. Tormoz qismlarining vazifasi bu tezlikni boshqarish uchun, ya'ni tezlikni sekinlashtiradi yoki vagonni harakatdagi tarkibni to'xtatadi. To'xtatish uchun tormoz qismlari. Ko'rib turibsiz, 5 ta qismga mana shuning uchun ajratilgan. Har bir qismi o'zining vazifasiga qarab 5 qismga ajratilgan. Bu yerda 6-qismni topa olmaysiz, 7-qismni topa olmaysiz. Har bir topgan qaysidir detalingiz yoki qism, demak o'sha qaysidir 5 ta qism ichiga kirib ketadi o'sha detal. Yangi ishga kirganlar uchun maslahat, demak 5 qismga bo'lib o'rgansa oson bo'ladi. Nisbatan o'rganish oson bo'ladi. Har bir qism alohida o'rgansa, har bir qismni detallarini o'rganib, uni nomini yodlab, markasini bilib, demak uni razmerlari, o'lchamlari bo'ladi. Ana undan keyin uning nosozliklari haqida yodlasa, o'rgansa oson bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.